Qadrdonlar, Kirgili Pelikan Atesning yonida joylashgan 4 etajli domimizning birinchi qavatida 2 xona, 3 xona qilingan kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Kvartiramizni ko'rib turganingizdek, kirib yashashga tayyor, chiroyli qilib remont qilingan, pollari parket, chiroyli qilib gilamlar to'shab qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalaringiz qoladi. Bu yoqda kattalar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana bitta kichikroq xonamiz, bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Uyimizda isitish tizimlari bor. Svetdan, gazdan, issiq suvdan umuman muammo yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Oshxonasi, eshiklari akva, shovqin o'tkazmaydigan akvalardan o'rnatilgan. Bu yoqdagi eshiklari chiroyli qilib MDF eshiklar o'rnatilgan. Uyimizning kiraverish qismi. Bu yoqda общий hammom. Ko'rishingiz mumkin, sanuzel chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Hammomimiz o'zining aristoniga ega. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari tomonidan 27 ming deb baholandi. Ozroq kelishadigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga tarqatib qo'ying.